Bahor ko'rkamligi subhidan tonga. Beg'ubor qalbingiz hamrohi bo'lsin. Assalomu alaykum aziz muxlislarimiz. Assalomu alaykum bizni kuzatuvchi ashadiy muxlislarimiz. Mana bugun biz albatta siz azizlar bilan birgalikda Urgut tumani Beshkapa qishlog'ida mehmondamiz. Bugun biz aziz ayajonimiz, xonadonimiz farishtasi, voliday muhtaramimizni qutlug' tug'ilgan kunlari, shukrona kunlari bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Albatta bugungi tabriknomani nabiralari nomidan, Anvarjon nomidan, qolaversa farzandlari, kelin kuyovlari nomidan tabriklab, albatta bugungi yaxshi kun, ezgi kunni siz bilan baham ko'ramiz. Biz bilan qoling, kuni ketdik. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum go'zallikda butun dunyo ayollarini ortda qoldirgan aziz opa-singillar, aziz onaxonlar. Mana bugun biz eshitib tashrif buyurdikki, Samarqandimizning Urgut tumanidan, qolaversa ajoyib bir go'zal qishloqlarining birida mehribon, chiroyli onajonimiz, xonadonimiz farishtasi, xonadonimiz bekajoni. Albatta bugun Marziya onajonimiz tug'ilgan kunlarini nishonlamoqda ekanlar. Bitta gulduroz qarsak chalamiz, oldimizga taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum ayajon. Biz sizni tabriklash maqsadida Samarqanddan eshitib tashrif buyurdik. Aytishdiki, uyimizning bekajonisi, xonadonimiz farishtasi, boshimizning soyaboni, qiblagohimiz, duogo'yimiz, jannatimiz onajonimiz bugun tug'ilgan kunlarini, yubileylarini, shukrona kunlarini yaqin qarindoshlar davrasida o'tkazyapmiz. Bitta bora bizni nomimizdan tabriklang deb nabirangiz Anvarjon nomidan, qolaversa farzandlaringiz, kelinlaringiz, kuyovlaringiz nomidan sizni tabriklash maqsadida tashrif buyurdik. Albatta aytishdiki, onajonimni har ertalab turgan paytimizda yuzlaridan, nurli yuzlaridan o'pib biz boshimizga toj qilib yuramiz. Onajonimiz so'zlaridan shunaqangi chiroyli so'zlar chiqadi, shunaqangi chiroyli pandlar chiqadi. Biz yaxshi ko'ramiz onajonimizni. Hech qachon kasal bo'lmasin. Xudo rahmat qilsin otajonimiz. Bandalikni bajo keltirganlar. Xudodan so'rab qolamiz onajonimiz. Albatta otajonimiz ruhlari shod, oxiratlari obod, qabrlari iymon nuriga to'lgan bo'lsin. Otamdan qolgan bebaho onajonimiz umriga umr tilaymiz. Va hamisha bahor bo'lib boshimizdan bosh bo'lib yurishlarini Xudodan so'rab qolamiz deb farzandlaringiz duoda. Xudo xohlasa 100 yosh, 120 yoshga kirganlarida shu Urgutimizning katta restoranlarining birida to'y qilib xalqqa osh beramiz. Nimagaki bizda farishtamiz, xonadonimiz duogo'yi biz uchun borlar. Yaxshi ko'ramiz. Yoshligimizga qanday zahmatlar chekib, mehnat, halol mehnat bilan bizni voyaga yetkazdilar. Rahmat onajonimizga. Hech qachon kasal bo'lishmasin. Albatta hozir siz uchun chiroyli tuhfalar, chiroyli sovg'alar tayyorlab kelganmiz. Undan oldin hozir Aziz opa bilan suhbatlashib kelyapmiz. Xudo xohlasa onajonimni hojiyona qilaman. Bitta chiroyli she'r bor. Ruxsat so'rab, o'shani onajonimga aytib bering. Nimagaki arziydilar. Onajonim uchun albatta ishlarim yurishib ketsa galmagal. Kamlarim, g'amlarim bo'lsa butun hal, dunyoni bir chetga qo'yib eng avval onamni Makkaga olib boraman. Kaftidan qatog'i ketmagan hamon, men nodon qadriga yetmagan hamon, mehrimga hech davo yetmagan hamon, onamni Makkaga olib boraman. Qo'yganman ko'nglimni ko'ngliga solib, orzuyim o'shalmay ketmas ha qolib, yo'lma-yo'l ortimga orqalab olib, onamni Makkaga olib boraman. Men yomon, o yaxshi ko'rgani haqqi, bormasam kelib hol so'rgani haqqi, jonidan menga jon bergani haqqi, onamni Makkaga olib boraman.
Dunyoni ortidan ketsa gargiroq. Ketguvchim ko'z yummay, o'chirmay chiroq, yuzida ajinli sochlari oppoq, onamni Makkaga olib boraman. Onamdek mehribon kishim bormi? Yo'q. Bolam kim? O'lchalik menga zormi? Yo'q. Chin do'stim, farzandim, jigarim yormi? Yo'q. Onamni Makkaga olib boraman. Faslning farqi yo'q, yoz, ko'klam, kuz, qish. Aytingchi dunyoda bitganmi hech ish? Ketib qabri uzra unmasdan qamich onamni Makkaga olib boraman. Jilmayar, jilmayar ko'nglida yashirin arzi, bo'yinda osiqlik, farzandlik qarzi, Allohning xohishi mu'minlik farzi, onamni Makkaga olib boraman. Ishlarim yurishib ketsa galmagan, kamlarim, g'amlarim bo'lsa butun hal, dunyoni bir chetga qo'yib eng avval onamni Makkaga olib boraman. Albatta, onajonimiz bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz bilan yana bir bora tabriklarimizni qarsa bo'lsin onajonimiz uchun. Rahmat. Iloyim. Hozir farzandlar nomidan, qolaversa Anvarjon nabirangiz nomidan, o'zingiz mehr berib katta qilgan nabirangiz nomidan chiroyli sovg'alar bilan o'zimiz olib kelganmiz. Albatta, dunyodagi jami ayollarni bir joyga to'plasak, ulardan eng chiroyli, eng muhim sovg'a nima deb so'rasak, bir ovoz bilan gul deyishadi, chiroyli guldastalar deyishadi. Hozir biz ayajonimiz uchun, Mushtipar onajonimiz uchun chiroyli guldastalarni tayyorlab kelganmiz. Bitta gulni rost qarsak chalamiz. Onajonimiz, ayajon, xonadonimiz farishtasi. Nurli xonadonimiz quyoshisiz. Hozir Anvarjon aytayapman, o'zim katta bo'lsam, ana shu ayajonimni, onajonimni boshimga toj qilib, Makka tilloni tavof etaman deb niyat qilib, dunyodagi eng qimmatbaho kitoblardan biri, Qur'oni Karim kitobini aziz ayajonimiz uchun tayyorlaganmiz. Birgalikda bitta guldiroz qarsak chalamiz, taqdim etadilar. Marhamat.
Mushtipar onajonimiz tug'ilgan kuningiz, shukrona kuningiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Uzoqdan uzoq umr tilaymiz. Albatta sizga eng yaxshi niyatlar, eng ezgu umidlarni tilab qolib, farzandlar, nabiralar, qolaversa yaqin qarindoshlar, mana bu yerda begonalar o'tiribdilar. Ulardan yaxshi niyatlarni eshitamiz. Hozir Anvarjon boshlab beradilar. Onajonimizni tabriklaymiz. Marhamat. Sizni tabriklayman apanglar. Iloyim 120 dan oshib keting. Rahmat sizga ham. Xushomad etaman motam. Hamma xushomad. Onajonam sadbadaram. Onajonam sadbadar iloyim. Mashmuna nazmi bino. Yaxshi ko'raman sizni. Yaxshi ko'raman sizni apanglar. Rahmat Anvarjon. Sen ham katta yigit bugun o'qimishli bo'lib, oliy ma'lumotli bo'lib, elga, xalqqa nima xizmat qiladigan yigit bo'lib, elga sen foydang tegsin. Iloyim baxtli bugun, uni o'sishgina yigit. Rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Albatta aziz opa, ayajonimiz uchun yaxshi niyatlari bor. She'rlar yodlaganlar, bitta eshitamiz, marhamat. Avvalambor onajonimni mana shu tug'ilgan kunlari bilan, oilamiz nomidan, aka-ukalar nomidan, singillarim nomidan, mana kelinlarimiz nomidan hammasini tabriklayman. Iloyim bizlarni baxtimizga sog' salomat bo'lsin, yuzlarga kirsin. Mana dadajonimda qolgan umrlarni onajonimga berishimiz Xudodan tilab qolaman. Eng yomon kunlari mana shu bugundan ziyodroq bo'lsin. Rahmat. Yana so'z navbatlari bo'lsa eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar. Bugun yangamning tug'ilgan kunlari ekan. Xudoda yuzlarga, minglarga kirsin. Hoji ona, hoji bolam jirsin. Mana shu bolalarni huzur halovatini, baxt saodatini, ikki dunyoni saodatini ko'rsin. Akamni qolgan umrini ham akam yangamga bersin. Hamisha sog' salomat o'ynab kulib, shularni huzur halovatini ko'rib yursin. Rahmat sizga, sog' bo'ling. Endi esa aziz mehmonlar, yaxshi kunda, unutilmas oqshomlarda shirinliksiz tasavvur etib bo'lmaydi. Hozir ayajonimiz uchun chiroyli tortlarni birgalikda olib kelganmiz. Agar ruxsat bersalaringiz, ayajonimiz Anvarjon bilan, qolaversa farzandlari bilan birgalikda tortni kesib, niyat qilib, baham ko'rishadi. Marhamat. Marhamat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Qarsak chalaylik, tug'ilgan kun muborak bo'lsin. Happy birthday to you. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Agar yaxshi niyatlar bo'lsa, ezgu umidlaringiz bo'lsa, dil izhorlari bo'lsa, albatta eshitamiz. Tabriklovchilar bo'lsa, agar so'z navbatini beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, og'aynilar. Mana bugun yangamizni tug'ilgan kuni ekan. Men o'z oilam nomidan, o'zim nomidan tabriklayman. Xudoyo umri uzoq bo'lsin, bolalarini boshiga sog' salomat bo'lsin.
akam yetkazilmagan ishlarni davomini yangam yetkazsin. Bolalariga hamisha bosh bo'lsin, nevaralariga. Bolalari yangamni hojilarga jo'natsin, hoji onalari bo'lsin, bolalarini huzurini ko'rsin. Hamisha sog' salomat bo'lib, mana shunday davralarda hamisha davom etsin. Bolalarni baxtiga sog' salomat bo'lib yuzlarga kirib, hoji ona bo'lib jirsin. Rahmat so'z berganlaringiz uchun. Rahmat. Assalomu alaykum. Mehmonlar. Mana bugun yangamning tug'ilgan kuni ekan. Men yangamga uzoq umr, baxt, saodat, kelajakda uzoq umr, shu akamni ham umrini shu yangamga bersin. Bolalarning huzurini ko'rib, to'y tomoshalar qilib, shularning huzurini ko'rib bersin. Doimo tabriklayman. Nevaralarini, to'ylarini ko'rib, bolalarning huzurini ko'rsin. Doimo to'y tomoshalardan boshi chiqmay, doimo yaxshi yashasin. Tilakdoshiman. Rahmat. Tabriklar. Tabriklovchilar bo'lsa eshitamiz. Bu tomondan hayajonlar tabriklovchi bo'lsa eshitamiz. Og'aynilar. Mana bugun yangamning tug'ilgan kuni ekan. Yangam uzoq umr ko'rsin. Bolalarning huzurini ko'rsin. Tog'amni ham umrini yangamga berib, shu bolalarga bosh-qosh bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Hamma hozir kelinlar nomidan eshitamiz, marhamat. Assalomu alaykum. Mana shu yerda yig'ilgan mehmonlar, bugun onajonimning tug'ilgan kunlari. Bizni baxtimizga har doim sog' salomat bo'lsin. Kelasi tug'ilgan kunlarida ham mana shunday kulib yurishlarini tilab qolaman. Umrlari uzoq bo'lsin. Eng kamida 100 yoshlarni ko'rsin. Rahmat. Endi esa aziz onajonlarimiz har bir so'z isboti bilan deyishadi. Hozir Marziyona bilan birgalikda tashqariga chiqib, chiroyli muzikalar bor. Birgalikda o'ynab, kulib, raqsga tushamiz. Bugungi bazmimizni davom ettiramiz. Agar bemalol bo'lsak, agar chiqamiz, marhamat.
Serkelezgi bu kızma Sıçma vurdu Çocuk kelezgi bu kızma Sıçma vurdan Lezgini 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 yüksek Tasırım haram haram Kime vurdan Stay.
Shulardan geçtiler geçmediler. Waka waka waka. Waka waka waka. Gördüm kimleri gelen. Ya sallar sallar. Gördüm kimleri gelen. Oynamazlar nazlar. Yunus Akami kömürden alıp oynar nazlar nazlar. Emmelik kömürden nazlar nazlar. Ağız boynu, 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 ağız boynu yavana. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onaning ta'rifi yu mehri boshqacha. To'lsa hamki hatto 90-100 yoshgacha ona bor dunyoda yashash boshqacha. Albatta, aziz kuzatuvchilarimiz, bizni aziz muxlislarimiz, mana bugun biz Urgut tumani Beshkappa qishlog'ida mehmonda bo'ldik. Aziz onajonimiz, xonadonimiz quyoshi farishtasini chin qalbimizdan tabrikladik. Albatta, bugungi xursandchilikni siz azizlar bilan baham ko'rdik. Albatta biz bilan qoling. Sizlarga rahmat, mehmondorchilik uchun rahmat. Ayajon yuz yoshga kiring. Rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar. Xo'p, rahmat. Doim meni yonimdasan. Ey ona mehring bilan
meni yonimdasan. Üf desem parvanedek gir eylenir başımdasan. Görmesem könglim yarışmaz, dilimning quvvati. Görmesem könglim yarışmaz, bilimning quvvati. İşgenim botmaz içimga, bulmasan yonimdasan. Ey ona mehring bilan doim meni yonimdasan. Otamdan yodgorim, gavhari konim onam. Ham otamdan yodgorim, gavhari konim onam. Tobudamga tarbiyat qilgan nigahmorim onam. Ey ona mehring bilan doim meni yonimdasan. Ey ona sen yaxshi hamda, sen bilimli quvvati. Baxtime bulg'il aman, hatta kimin yoshimdasan. Ey ona sen yaxshi hamdam, sen bilimli quvvati. Baxtime bulg'il aman, hatta kimin yoshimdasan. Ey ona mehring bilan doim meni yonimdasan. Uf desem parvonadek gir eylanir boshimdasan. Doimo birga yuruvchi, otalar ham kam bo'lmasin. Ko'p yashamang. Onaginam doril amon, kunlar keldi. Shafaqlaring ol, bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Chor tarafdan saylanishar, sonlashar